Assalomu alaykum do'stlar, omonmisizlar? Umra ziyorati narxlari juda ham keskin tarzda tushib ketdi. Hozirgi paytda Ulug'bek akam oldilariga Centrum Holdings kompaniyasiga rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga to'liq ma'lumot olib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Alaykum assalom, yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Rahmat Ulug'bek aka. Bitta narsaga qattiq kelishib olaylik. Hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rib turibsiz, $700, $200 oraliqda gostinitamiz degan gaplar juda ham ko'p gapirishyapti. Yolg'onni ustiga yolg'on qo'yadi deb o'ylayapman. Keling, ashta g'iybat bo'lib qolmasin, kelishib olaylik. Biz faqat rostini gapiraylik. Yurtdoshlarimiz sizni ko'rib, misol biz sababga olib qolmaylik, yolg'onni ishiga sherik bo'lib qolmaylik. O'shuning uchun kelishib olgan holatda video olsa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bo'ldi, bizda faqat borini aytiladi. Mehmonxonani nomlarigacha aytib beraveramiz. Borganda aytilgan videoda aytilgan mehmonxonaga tushadi, borganda boshqa videoda mehmonxonaga tushib qolishmaydi, xudo xolasa. Ulug'bek aka, bo'lmasa bir boshdan savollar berishni boshlayman. Madina Munavvara debman. To'xtang, bundan ko'ra qaysi viloyatdan reyslarimiz bor? O'shalar bitta aytib o'tib ketsak. Xo'p, hozir reyslarimiz Olti viloyatdan reyslar qo'yganmiz, Primoy, Samarqanddan qo'yganmiz, Termizdan qo'yganmiz, Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan Primoy, ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga Primoy reyslar qo'yganmiz. Hozir demoqchiki, endi odamlar Samarqandliklar Toshkentga kelib, vodiyliklar Toshkentga borib uchish shart emas, o'zini viloyatidan uchib ketishga imkoniyatlar bor. Har bitta o'sha viloyat bo'yicha, deyarli o'sha aytib o'tganimiz 6 viloyat bo'yicha o'z shaharlaridan uchib ketishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, Ulug'bek aka, keyingi savolga o'tishimdan oldin bizni Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Amerika qolgan davlatlardan juda ko'p davlatlardan kuzatishadi. Ular sizlarga qanaqa qilib bog'lanishi mumkin? Xo'p, telefon qilaman deysa, ekranda ko'rgan telefonga Primoy aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Yo'qsa ijtimoiy tarmoqda, Telegramdan, WhatsAppdan, keyin o'sha o'zlariga qaysi ijtimoiy tarmoq ishlaydigan bo'lsa, bemalol chiqsa, har bitta ijtimoiy tarmoqdan o'zim mashina nomeri orqali ochib berganmiz saytni bemalol. Ulug'bek aka, bo'ldi. Endi ozgina Madina Munavvara, Makka Mukarrama haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lsak, Madina Munavvarada necha yuz metr gostinitsamiz masofasi, necha mahal milliy taomlar, qayerlarga sayohat bo'ladi Madina Munavvarada? Shular haqida ozgina batafsil ma'lumot bersangiz. Xo'p, Madina Munavvarada mehmonxonamiz markaziy joylashgan bo'ladi. Mehmonxonamizning masofasi 100 metrdan 300 metr oralig'ida joylashgan mehmonxonalar bo'ladi. Asosan Divan al-Hijraga joylashtiriladi. Baqiy Qarabson oldida birinchi qatorda joylashgan bo'ladi mehmonxonamiz. Xo'p, Madina Munavvarada birinchi ovqatini aytib o'tsak, ikki mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, obedga va kechki ovqat beriladi. Kechki ovqat beriladi. Madina Munavvarada 8 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Ziyoratlarimizdan tashqari Ravza-i Sharifga xudo xolasa 99% har bitta odamni olib kirib chiqamiz, xudo xolasa. Olib chiqamiz. Xo'p, Madina Munavvaradagi barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Agar ma'lumotlar to'liq berilmayotgan, savollar to'liq berilmayotgan bo'lsa, o'z izohlarini kommentariyada yozib ketsalar, shu kommentariyani o'qigan holatda keyingi masalan kunda kunora video chiqaryapmiz shu kanalga. Obuna bo'lib qo'ysangiz, Umra ziyorati bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lib turadi. Kunda men bormasangiz ham odamni albatta bu videolarni musulmon insonlar ko'radi, chunki Umra ziyoratiga qiziqishi bor. Ozgina bo'lsa ham muhabbati bor inson albatta bu video o'zini rekadan chiqib turibdi. O'shuning uchun o'z izohlaringizga kirib, fikrlaringizni, misol odam niyat qilsa niyatiga yetadi albatta. Oldingizda daftar bo'lmasligi mumkin. Tayyor sizga daftar mana. Kommentariyaga kirasizda, kim bilan bormoqchisiz? Ota-ona bilanmi, farzandlar bilanmi, ahli ayollar bilanmi? Kommentariyaga o'z izohlaringizni belgilagasiz. Inshaalloh siz Umra ziyoratiga borish uchun biz sababkor bo'lib qolishimiz mumkin. Xo'p, endi Makka Mukarramadagi gostinitsamiz masofasi-yu, qayerlarga sayohat bo'ladi? O'shalarni qadar aytib o'tsak. Xo'p, Makka Mukarramada mehmonxonamiz gostinitsamiz uzoqligi 1 kilometrdan 1,5 kilometrga. Nimaga aynan bitta nuqtani aytmaysiz deganingizda, 3 ta mehmonxonamiz bor. O'shaning uchun 3 ta mehmonxonadan bittasi shu. Eng yaqin mehmonxona 950 metrdan, eng uzoq mehmonxonamiz 1,5 kilometrgacha. Xo'p, piyoda masofasi 1,5 kilometrda tushgan masofasi 10 daqiqadan 15 daqiqa oralig'ida piyoda haramgacha borsa bo'ladi. Avtobusda 5 daqiqa oralig'ida kirib boriladi. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, ovqat beriladi. Makka Mukarramada shu ziyoratlarimiz bo'ladi. Makka Mukarramada 10 oshiq ziyoratlarimiz olib kiriladi. Undan tashqari qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati qo'shib beriladi. Bu bonus sifatida. Xo'p, Ulug'bek aka, Qizil dengiz deganingizga savol tuyulib qoldi. O'zimiz ham Umra ziyoratiga borganimizda Qizil dengizga 10 riyol, 15 riyol, 50 riyol degan pullar so'rashardi. Hozir shu tartibotida shu pul so'rash ham bormi, yo'qmi? Yo'q, bizda o'sha to'lov qilinayotgan narx-navolar aytib o'tganimizdek, to'lovlar berilsa, o'sha to'lov hammasi ichida bo'ladi.
Masalan, shu Nahnoga ketib qoldi. Nahnosini yana boshqatdan aytib o'tkazadigan bo'lsam, Toshkentdan Premyer reyslarimiz $1000 dan, Vodiydan Farg'ona, Andijon, Namangandan $1050 dan, Samarqand, Termizdan $1050 dan. Bu standart paketlarimiz narxlari. Ekonomlarimiz ham bormi, yo'qmi? Yo'q, ekonomlarimiz ham bor, faqat Toshkentdan. Faqat Toshkentdan. Faqat Toshkentdan. Aloqaga chiqsa, Aloqaga o'zlaring chiqsa, batafsil ma'lumot berasizlar. Xudo xolasa, komfortini ham, ekonomini ham, standartini ham batafsil ma'lumot beriladi. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa to'liqroq ma'lumot olib berdik deb o'ylayman. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilib olishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp, misol Rossiya ijtimoiy tarmoqda ishlaydigan o'zini platformalarining ega bo'lgan Centrum Holding kompaniyasi bo'ladi. Rasmiy o'zini ofisiga kelgan Ulug'bek Amondlarga bemalol aloqaga chiqsalaring, ishlaringni inshaalloh super plus 1000 darajada yaxshilab berishadi inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Quyidagi raqamlar siz uchun qoldirib ketyapmiz. Salomat bo'ling.